Nima qilyapsan bacham? Michael Jackson bo'lmoqchiman dada. Bu bo'lish bo'lsa bu nima bo'ladi ha bu kelajakda? Qanaqa odam bo'lar ekan? Eshitding? Ha. Kelajakka borib kelishimiz kerak. Nimaga? Bacham kelajagini ko'rib keling. Qanaqa odam bo'ladi, nima bo'ladi? Ismat, hozir biz 2050-yil o'tdik. Bachang ham senga o'xshab qarigan bo'lishi mumkin yoki o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Oldin bachang topishimiz kerak. Bacham topishimiz kerak ha? Kelgan chog'larda oldi qo'shin aytganda yo'llarga qarang. Mana bacham-ku. Bu onangga guralga yurib ketgan-ku. Hozir urib o'ldiraman men. To'xta. Bitta urayman. Mumkin emas. Agar o'zing uni oldiga borsang, zamon Michael muvozanat buziladi. Tushundingmi? Buni oldingi zamona qaytib, oldini olish kerak. Oldingi zamona qaytib. Alkash. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Ama aytmayman. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Aytmayman-ku. Ko'rgim siz o'tman kelajakda alkash bo'lmoqchisan. Agar ishlarni ko'rsam urib o'ldiraman. Tushundingmi? Tushundingmi? Ko'nglim siz o'tman kelajakda sen alkash bo'lmoqchisan. O yo'q. Ko'zingga qara. Ko'zingga qara. Go'rimdan chiqib bo'lsa ham tirilib borib sen urib o'ldiraman.